Barchaga assalomu alaykum. Ixtiyor Mamadaliyev Burgut TV YouTube kanalida o'tkirroq, albatta qo'polroq, qattiqqo'lroq eshitilishi mumkin, ko'rinishi mumkin, ko'rinish berishi ham bejizga emas, bekorga emas o'rtoqlar. Albatta menga yozayotgan aka-ukalarimizga ertalab yoki kechqurun, obedda, kunni bir qismida, ya'ni kunni 3 qismi bor o'rtoqlar. Ertalab, obed, kechqurun. Men jonli efir olib boradigan Ixtiyor Mamadaliyev yor ilk uchrashuv YouTube kanalida men jonli efirlarni olib boraman o'rtoqlar. Xabaringiz bor. Aynan jonli efirlarimiz orqali balkim bu YouTube kanaliga ham obuna bo'layotgandirsiz. Va YouTube kanalimizda o'zgarishlar e'lon qilindi. Bugunning o'zida 18 yoshdan 25 yoshgacha bizda 40 ta umumiy hisobda ishtirokchilarimiz bo'ladi. Qizlardan, yigitlardan. Va agarda siz 25 yoshdan yuqori yoshga to'lgan bo'lsangiz, 25 yoshdan keyin degan YouTube kanalimizda obuna bo'lishingiz mumkin. Agar 18 ga hali to'lmagan bo'lsangiz, ishtirokchilarimiz uchun aytib o'tyapman, 25 yoshgacha degan yor ilk uchrashuv YouTube'da kanalimizda silka manzili, ya'ni link, u yerda ijtimoiy tarmoqlarimiz, YouTube aynan ijtimoiy tarmog'imiz, ikkita kanalim shaxsan o'zimniki joylab qo'yilgan o'rtoqlar. O'sha yerga o'tib obuna bo'lsangiz, u yerda ham alohida jonli efirlar ochiladi. Shu ma'lumot bilan sizlar bilan bugun bo'lishmoqchi edi. Ixtiyor Mamadaliyev Burgut TV YouTube kanali. Bu YouTube kanalimizda ham mana shunday ma'lumotlarni, e'lonlarni, qiziqarli yana fikrlar, suhbatlar bo'lib o'tadi. Bu jonli efirimiz ham 60 ta obunachi yig'ib to'plagandan so'ng alohida mavzular bilan chiqishlar bo'ladi do'stlar. Kunni 3 qismi deganda men har bittasiga ich bo'lmaganda 1 soat, 2 soatdan vaqtimni albatta ajrataman o'rtoqlar. Har bitta YouTube kanalimga. Xavotir olmanglar bundan. Barchaga rahmat. Biz xayrlashmaymiz odatdagidek. Ko'rishguncha.